Tun ayoz, izg'iriq yel to'rt tarafga yugurib, jon achitmoqchi bo'lar edi. Hasanali sovuqqa qaramay yana Otabek hujrasining yoniga kelib o'tirdi. Uzoq vaqt quloq solib o'tirgandan keyin Otabekning pishillab uxlagan tovushini eshitib, bir darajada tinchlandi. Ammo shu payt ichkaridan uyqusirash eshitildi. Qora ko'zlari, kamon qoshlari a dedi Hasanali va qaytadan qulog'ini tirqishga olib bordi. Endi uning butun borlig'i quloq bo'lib aylangan, o'zini unutib, barcha diqqati hujra ichiga og'gan edi. Oradan ko'p fursat o'tmadi. Boyagi uyqusirash yana takrorlandi. Oy kabi yuzlar, kulib boqishlar, cho'chib qochishlar, Hasanali uchun birinchi eshitgan gaplarida anglashilmay qolgan ma'nolar bu keyingi gap bilan yechildi. Hasanali endi bu yerda ortiqcha o'tirishni lozim topmay, o'rnidan turdi. Hujrasiga kirar ekan, boshini chayqab, o'zicha so'zlandi. Bek oshiq. O'rni ustiga cho'ponini yopdi-da, ko'rpasi ichiga kirib o'tirdi. Chindan oshiqmi? degan savolni ko'nglidan kechirdi. Ammo qulog'i ostida Bekning o'z og'zidan eshitilgan kulib boqishlar, cho'chib qochishlar degan jumlalar takrorlanar edi. Hasanali Otabekdagi bir necha kunlik o'zgarishgan muhabbatdan boshqa ma'no bera olmas edi. Tun tong otishga yaqinlashgan, uning uyquliq miyasi esa bu muammoni yecha bilmas edi. Ko'p o'ylasa ham bir qarorga kela olmadi. Ammo ertaga Bekning o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lib, ko'zi uyquga ketdi. Bu lavhani o'qib, o'zimga bitta narsani o'ylab qoldim. Inson sevib qolganda, buni atrofdagi odamlar ham sezib qolar ekan. Otabekning bir necha kundan beri o'zgarib qolishi, xayoliga berilishi, hatto uyqusidan ham o'sha inson haqida gapirishi, muhabbat insonni qanchalik o'zgartirishini ko'rsatib turibdi. Qodiriy bu holatni juda sodda, lekin juda ta'sirli tasvirlagan. Siz bu lavhani qanday qabul qildingiz? Fikringizni izohlarda qoldiring. Sizlar bilan kitob lavhalari bo'ldi.